Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz bilan jannatda Allohning jamolini ko'ring do'stlar. Men shunchaki niyat qilyapman. Amin deb turing, yoqsa kanalga obuna bo'lasiz. Kelishdikmi? Bismillah. Ushbu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila bugunda o'zida tushingizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rsin do'stim. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin do'stim. Jannatlarda boshingizga tojlar kiydiradigan farzandlardan chiqsin do'stim. Qarang do'stim, Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysiz, lekin arab alifbosini bilmaysiz. Lekin Qur'onni xatm qilgingiz kelyaptimi? Qaranglar, endilikda bu muammo emas. Ko'rib turgan kitoblar 30 ga 2 Qur'onimiz bo'lib, ya'ni kim 30 poralik Qur'onimiz to'liq holatda joylashgan. E'tibor beringlar, bir tomoni arab alifbosi tajvid qoidalariga mos holatda, xos holatda yozilgan bo'lsa, ikkinchi tomoni kiril alifbosi hatto qanday o'qilishlarigacha ko'rsatilgan. Bundan tashqari ruchkali Qur'onga o'xshab QR kod orqali eshitish tizimiga ega. E'tibor berasizlar, kitobimiz ikkita tomdan iborat. Birinchi tomida 15 pora, ikkinchi tomida 15 pora bo'ladi. Kitobimizning qog'ozlariga ham alohida ko'z yugurtirasizlar. Kitobimizga e'tibor beringlar, qog'ozlari sarg'ish ranglar bilan yozilgan. Bu degani ko'z nurlarini to'ldirmaydi. Aynan yoshi katta savodxonlar ham bemalol mutolaa qilsa bo'ladi, qalblarini yoshartirsa bo'ladi bu Qur'on ila. Kitobimizni soni oz, nihoyatda chegaralangan. Agarda sizlarga kitobimiz qiziq bo'lsa, narxini bilmoqchi bo'lsangiz, +7 kodi bilan 953 159 9606 raqamlariga murojaat qilsangiz, kitobimizni Rossiya bo'ylab aynan mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun mutlaqo bepulga yetkazib beramiz. Ahlan va sahlan.